Bugun Paxtabodda bozor bo'luvdi, borib, kerakli ba'zi narsalarimni oldim, raspakovka qilamiz, narxlari bilan ko'rsataman. O'zi aslida shu taxtali vishilka uchun borgan edim, olib keldim u srazu o'rnatib qo'ydim. Bozorga kirishim bilan birinchi yo'limdan shu chiqib qolib, oldim va ko'tarib olib bozor aylandim. Hammaga shundan kerak shekilli yo'l bo'yi 10 tacha odam so'radi va buni men 35 mingga oldim. Qalin taxtakach 35 ming, pichoq 10 ming. Hadichaga sayraydigan shunaqa o'yinchoq oldim. Fartudi 10 mingga oldim. Kichkina ko'rsatuvlarni 5 ta olganim uchun 5 ming so'mdan qilib berdi, o'zi 6 mingdan ekan. Yoshi kattaroq xoladan shu dasturxonni 20 mingga oldim. 15 mingga 2 ta vlajniy salfetka va 50 mingga asal oldim, tozasi dedi. Hadichaga uyga kiyishga 1-2 ta kiyimlar ham qo'shib oldim. Xullas bugun общий hisobda 400 mingcha pulni boshiga suv quyib keldim, lekin anchadan beri olaman deb yurgan narsalarimni ham olib oldim. Qancha ko'p narsa olsang ham puling tugamasa-da.